Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima xizmat? Akajon bir unvonlik izlayotgandim ha. Mana shundan. Mana shular nechi puldan aka? Qaravor. Assalomu alaykum akajon, yaxshimisiz? Yaxshisiz. Akajon mana shu nechi pul ekan? Uyga sharoitcha qilib shunga kostoq yuvayotgan narsa bu. Ha, aytib yuboring narxini. Qaysi edi u? Mana shu nechi pul akajon? 260 ming. Oho. Ozgina o'tib bera olasizmi? Bo'lgani shu. Bo'lmasa bering mayli shuni. 260 dedingiz-ku? 260. To'g'ri. Bo'ldimi akajon? O'zim olaveraymi shuni? O'zi olib ketadi. Sog' bo'lingizlar. Tamam. O'rnaylar, ishlayapsizlarmi? Assalomu alaykum. Keling, yaxshimisiz? Ishlayapmiz, ha, kelavering. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Yaxshimiz. Ustalar shtisga ham berganda, bitta shular taxlab beringizlar. Bo'ldi. Shogird ke, zamlab taxlaylik. Siz tezlab taxlab ber. Boy aka, keling birga o'tirib turing. Choy, kofe nima olib kelib beray? Shogird taxlab kelguncha o'tirib turing, keling. Yo'q, mayli, sal shoshib turman, vaqtim ziqroq. Tezroq taxlab beringlar. Boy aka, kapotni ochib yuboring. Ha, bo'ldi. Boshqa xizmat yo'qmi? Boy aka. Bo'ldi, rahmat, xizmatga kelaveramiz. Mayli. Voy Allohim, shunaqa insonlar ham ko'payib ketdi-da. Balkim meni ham shunaqa malibon bo'lsa, menga ham shunaqa muomala qilarmidi? Ya Allohim, o'zing kechirgin, noshukrchilik qilayotgan bo'lsam. Allohga shukr boriga. Seni boringga shukr. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Biz bu videoni olishimizdan maqsad shunaqa insonlarga qarshimiz, kibrli insonlarga. Shular shu videoni ko'rib ibrat olsin deb oldik. Algar mahallasida santexnik do'konimiz ochildi. Akamiz xizmatda santexnik bo'yicha nima kerak bo'layotgan bo'lsa, shu akamizga murojaat qilasizlar. Olib borib berib, ular berish, hamma xizmatni shu kishi bajaradi. E'tibor uchun rahmat. Sog' salomat bo'lingizlar. Bizning manzilimiz Urgutdan kelishda, Murod bobo to'yxonasidan bir 50 metr tushib kelishda Vero santexnikasi kelaverasizlar xizmat bo'lsa.